Tasavvur qiling, qorong'u ko'cha, atrof chuqur sukunat. Shunchalik jimki, hatto o'z nafasingizni eshitasiz. Va shu jimlik ichida bitta savol tug'iladi. Agar qo'rquv tirik bo'lganida, u qanday ko'rinishda bo'lardi? Bu savolga bir javob bor. Pennywise. Va undan ham xavfliroq javob Vecna. Bu hikoya jang bilan emas, qo'rquv bilan boshlanadi. Sezib turganingizdek, bugungi videoda ikkita qo'rquv bir-biri bilan to'qnash keladi. O'zga sayyoralik maxluq Pennywise, Upside Down dunyosi qiroli Vecnaga qarshi. Pennywise qo'rquvning o'zi. U klaun emas, maxluq ham emas. U kosmik mavjudot. Derri shahri mavjud bo'lishidan ancha yillar oldin u kosmosdan meteorit orqali yerga tushadi. Uning asl shakli o'lik nur deb atalib, inson miyasi ko'tara olmaydi. Deadlines bu ko'z bilan emas, ruh bilan ko'riladigan nur. Uni ko'rgan odam abadiy o'sha nur ichida qamalib qoladi. Pennywise bitta narsani tushundi. Yerda uni kuchaytiradigan energiya bor. Bu energiya qo'rquv. Qo'rquvning eng sof shakli esa bolalarniki. Shuning uchun u Derri shahrini tanlaydi. Bu yerda bolalar qichqiradi, lekin hech kim eshitmaydi. Har 27 yilda Pennywise uyg'onadi. Avval ota-onalarni ko'r qiladi, o'qituvchilarni esa beparvo, politsiyachilarni esa foydasiz holga keltiradi. Shunda bolalar yolg'iz qoladi va qo'rqishni boshlaydi. Pennywise esa uning oldiga keladi. Ba'zan klaun bo'lib, ba'zan esa hayvon. Ba'zan esa bolaning eng ko'p qo'rqadigan narsasi qiyofasida. Masxarabozning bitta qoidasi bor. Sen qo'rqayotgan bo'lsang, u yutmoqda. Ammo bolalar birlashib, qo'rquvga qarshi chiqqanida Pennywise kuchsizlanadi. U yengilmaydi. U faqatgina chekinadi, chunki qo'rquvni o'ldirib bo'lmaydi. Hali vaqt keladi. Bolalar, kuningizni ko'kka sovuraman. Vecnaning hikoyasi esa kosmosdan emas, oddiy bir boladan boshlanadi. Uning ismi Henry Krill. Bolaligida emotsiyalar unga zaiflikdek tuyuladi. Dunyo esa xuddi qamoqdek. Bu og'riqlar uni sindirmadi, balkim Vecnaga aylantirdi. Vecna odamlarni shunchaki yo'q qilmaydi. U ularni o'z o'tmishi va eng og'riqli xotiralari bilan yuzlantiradi. Odamlar o'zidan nafratlanishni boshlagan paytda Vecna g'alaba qozonadi. U o'z o'lchamida deyarli yengilmas. Ammo Vecnaning bitta zaif tomoni bor. Baxtli xotiralar. Agar Vecnaning qurbonlari o'z xotiralari ichidan chin quvonchni topa olsa, u kuchsizlanadi. Endi esa savol, Vecna Pennywise'ga qarshi qaysi bir g'alaba qozonadi? Ikkalasi ham qo'rquv va og'riqdan kuch oladi. Ikkalasi ham reallikni buza oladi va deyarli yengilmas. Ammo farq bitta. Vecna qo'rquv bo'lishni xohlaydi. Pennywise esa har doim qo'rquvning o'zi bo'lgan. Inson qo'rquvda davom etar ekan, qorong'ulik mavjud ekan, Pennywise hech qachon to'liq yengilmaydi. Shuningdek, u inson tanasi qabul qila olmaydigan yorug'likdan iborat. Vecna esa inson bo'lganligi uchun bu yorug'likka qarshi tura olmaydi. Agar Vecna Pennywise'ning ongiga kira olsa, uni yengishi mumkin, lekin o'ldira olmaydi. Chunki Pennywise kelajakda o'lgan edi. U Derriga xush kelibsiz serialida esa o'tmishda yashashda davom etmoqda. Vecna uni o'ldirgan taqdirda ham u qaytib kelib, Vecnaning o'tmishdagi versiyasini o'ldiradi va g'alaba qozonadi. Yoki bu meni tug'ilgan kunim bo'ladimi? Ba'zan adashib turaman. Ertagami yoki kechami, mitti Pennywise'ga umuman farqi yo'q. Pennywise'ning ustun tomonlaridan biri shuki, u o'z raqiblarini qo'rquvga aylana oladi. Masalan, u Mind Flayer qiyofasiga kirib, Vecnaga qarshi turishi mumkin. Ko'rib turibsizki, bu jangda Vecnada hech qanday imkoniyat yo'q. Pennywise uni osonlik bilan yenga oladi, chunki Pennywise'ga munosib raqib emas. Agar siz masxarabozga qarshi munosib raqibni bilsangiz, albatta kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda Pennywise'ga qarshi uni solishtirib ko'ramiz. Bizda esa hozircha shular. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.